Assalomu alaykum, mana aziz hamkorlarim. Qalasizlar? Bugun men sizlarga Ersak kompaniyasining mahsulotlari qanday zo'r, qanaqangi barakaliligini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bugun men sizlarga Ersak kompaniyasining penkasini tayyorlashini ko'rsatib beraman. Qizlar, mana penka bu idishida men o'zim uchun sotib olganman. Agar siz penka kompaniyamizdan xarid qilib turib idishini olib ishlatsangiz, bu penka siz uchun 1 yildan oshiqqa yetadi bemalol qizlar. Bunga mana qizlar qaranglar, oddiy suv quyapman penka idishimizga. Idishimizni deyarli to'ldirib olamiz qizlar. Mana qizlar, idishimiz shatidan keldi. Endi bitta qalpachogida mana penkadan bitta qalpachogida quyib olamiz. Mana qizlar, penkamiz tayyor bo'ldi. Qizlar, biz penkalarimiz, bizning mahsulotlarimiz juda ham barakali. Bitta olgan mahsulotlaringni ancha ishlatasizlar. Qaranglar qizlar, penkamizni qanaqa zo'rligini qaranglar qizlar. Voy mazza, juda ham zo'r, qaranglar qizlar. Bu penkani boshqa penkalarga solishtirib bo'lmaydi. Hidini qaranglar qizlar. Buni ishlatganlaringdan keyin boshqa penkani umuman ishlata olmaysizlar qizlar. Bu betlaringni, yuvganlaringda shunaqangi tiniq, oppoq, mayin, zo'r qilib qo'yadi qizlar. Gap yo'q, Ersak penkalariga gap yo'q qizlar.